أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sure Ahqaf 35 ayet Mekke'de nazil bolgan nahayeti şefqatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ha Mim. Bu Kur'an g'olib, hikmet bilen ish qilg'uchi Allah tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'riguchidir. Ey Muhammed! Müşriklarga aytqinki, sizlar Allah'ni qo'yib, cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtaqchiligi bormi? Bu Kur'an'dan ilgiri sizlarga nazil qilingan kitap yoki ilgirkilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, Allohni qo'yib, qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomet günü insanlar hesap beriş üçün toplangan çağda butlar ularga, yani butperestlerge düşman boludu. Ular terpidin ibadet kılınganlıkını inkar kılıdı. Ularga bizning roşen ayetlerimiz tilavet kılınsa, kapırlar özlerge kelgen hakikatni, yani Kur'an'ni bahalap, bu roşen sihirdur deydi. Yoki ular Qur'onni yani Muhammed aleyhisselam o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishqa yetarlikdir. Ya'ni mening rostchilligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Alloh tavba qilguvchini mag'firat qilguvchidir. Mo'min bandalariga nihoyatda mehribondir. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgiriki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nimishqa meni inkor qilasizlar? Menga va sizlarga nima qilindiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqqili bo'lmaydi. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga ergishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ey Muhammed! Müşriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchu, Qur'on Alloh tarafidan nazil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam, Qur'onning Alloh tarafidan nazil bo'lganligiga guvohlik berib iman keltirsa, sizlar takabburlik qilib imandan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Kafirlar mo'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydurmudur deydi. Qur'ondan ilgari Musaning kitobi, ya'ni
Tevrat ahli jahonga peshva va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. İlgiriki kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qilg'uchi mu'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nozil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ani shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Taki u bovoq o'sib kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda u Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzgin, ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardan durman deydi. Ani shundoq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasi imonga da'vat qilgan fojir bola, ota-onasiga voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqityapsizlar, mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q, deydi. U ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana, iymon etqin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir, deydi. U bu faqat avvalqilardan qolgan afsonalardir, deydi. Ani shundoq kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa, ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Müminlarning va kafirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalari bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Kafirlar dozoqqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayplash yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramon bo'lib tugatdinglar. Sizlar ziminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolansizlar. Ey Muhammad, Adning qarindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmni Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, büyük kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular: "Ey Hud, sen bizni ilohlarimizdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgin" dedi. U sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliğ qilaman va lekin men sizlarni nodon qavm ko'rman dedi. Ular o'zlarining vadisiga surilayotgan bulutni ko'rib,
mana bu bizga yağmur yağdırgıcı buluttur deyishdi. Hud aytdi, undaq emas. U sizlar baldurroq ishga eshishini talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. U Parvardigorining bir amri bilan hamma narsani halok qiladi. Ya'ni bo'ron kelib, ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. Biz ularni, ya'ni Od qavmini pul-mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishqa yordam qilmadi? Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmisidir va Allohga chaplagan bo'htonlardir. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tingshashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan uningdan ilgiriki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshdik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon aytinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimiki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlaguvchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar ochiq gumrohlikdadir. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamduki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Kafirlar dozoqqa to'g'rilanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetiyotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Allah ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar savr qilgandek savr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga oldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamli turgandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilinadi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Muhammad 38 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon
Allah'ның ismi bilan boshlayman. Kafir bo'lgan va kishilarni Allah'ның yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Allah bekor qilib etadi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarning Muhammadga nozil qilingan Qur'on ularning Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatdir. İman etganlarning gunohlarini Allah o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. Bu shuning uchundirki, kafirlar batılga, ya'ni shaytonga ergashdi. Müminler bo'lsa, Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatga, ya'ni Qur'onga ergashdi. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzasidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Toki urush o'zining eg'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganiga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinla ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni imoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Allah bekor qilib etmaydi. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Allah ularni jannatga kirgizdi. Allah uni ularga tonutdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam berdi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kafirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nozil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular ziminda sayr qilib, ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Allah ularni halok qildi. Makka kafirlarimi shundoq oqibatga qoladi. Bu shuning uchundirki, Allah müminlarning madadkoridir. Kafirlarga madadkor yo'qdir. Shubhisizki, Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chahar paylardek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi dozoq bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmadi. Parvardigori tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlarga ergashgan odamga, ya'ni kafirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ishkuchilarga lazzat beg'ishlaydigan maydin o'stanglar va sop hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi.
mundaq taqvodorlar dozaqda mangu qoladigan, qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqliqidan uchaytirib pari-pari qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Ulardan, ya'ni munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalarga masxir qilish yuzsidan boy u, ya'ni Muhammad nima dedi deydi. Ani shular Allah dillarini pechatlayotganlardir. Nafsi xohishlarga agashganlardir. Hidayet topganlarni Allah texmu hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Ular, ya'ni Makka kufarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz nasihat oladi? Ya'ni bu chaqda vaz nasihat olganligining foydasi bo'lmaydi. Bilginki Allah'tan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol müminler uchun mag'firat tiligin. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Müminler cihatni talab qilish yuzsidan nimishqa jihad amr qilingan birer sura nozil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib, aylanib ketgan odamdek qarawatganligini ko'rasan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lishsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'rsanglar, ziminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sil rahimni o'zib qo'yarsizlarmi? Ani shundoq kishilarni Alloh rahmetidan ijroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi. Hidayet yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu, ya'ni shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Allah nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Allah ularning sirlarini biladi. Azob farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini eliyotganda ularning holi qandoq bo'ladi? Bu azob shuning uchundirki, ular Allah'ni darg'azab qiladigan narsalarga agashdi. Allah'ning roziligini, ya'ni Allah'ni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Allah ularning amallarini bekor qildi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlar Allah o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning simosidan toniting. Sen albatta so'zining uslubidan ularni toniysan. Allah sizlarning amallaringlarni bilib turdi. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatlik ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ichinglardan Allah'ның yo'lida jihad qilguvchilarni va
cihatning mushaqqatlariga chidashliq berguchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar. Shubhisizki, kafir bo'lganlar, kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, to'g'ri yo'l, ya'ni Rasulullohning haq ekanligi aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning sadiqa berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib atmanglar. Shubhisizki, kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kafir peti o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Kafirlar bilan jang qilgan chig'anlarda bo'shab qolmanglar. Kafirlarni sulhga chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olib tursizlar. Allah sizlar bilan birgidir. Allah hargiz amallaringlarning savobini kamaytib etmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Allah sizlarga ajringlarni berdi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi. Faqat zakatni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul-mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimiki bexillik qiladigan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Allah sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Allah sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Fatih 29 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning sening ilgiriki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirishi uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun, sana kuchlik yordam berishi uchun, sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Mu'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Allah ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Allah xalqning ahvolini bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, ayol mu'minlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizishi uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. Mu'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi munofiq va munofiqalarga, mushrik va mushrikalarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarta, Allah payg'ambariga va mu'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mu'minlarga yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetidi. Allah ularga g'azab qildi. Ularni rahmetidan ijro qildi. Ularga
jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy. Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni azobdan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atdiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq. Shubhisizki, ey Muhammad, Hudaybiyada sana Rizvon bay'atini qilganlar haqiqatda Allohga bay'at qilgan bo'ladi. Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir. Ya'ni Allah ularning qilgan bay'atini ko'rib turguchidir. Allah ularni bay'at qilganligi uchun mukofotlaydi. Kimiki ahdini buzdikan, ahdini buzganligining ziyni uning o'ziga bo'ladi. Allah bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Allah büyük ajr ato qiladi. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolgan munofiq a'robilar sana biz mollarimiz, bola chaqalarimiz bilan bo'lib qilib, sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgin deydi. Ularning tili bilan aytqini dilidagi so'z emas. Ya'ni ular yolg'on o'zri aytidi. Aytqinki, agar Allah sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida bir narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va müminler ailesiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dilinglarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lguchi qavm bo'ldinglar. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydigan, u kofirdir. Shubhisizki biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtinglarda bizmu sizlar bilan birga chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas. Ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushunadi. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolgan a'robilarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushishga chaqirilsizlar yoki ular urushsizla musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qolib qolgandek yana qolib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degin. Jihadga chiqmasa, amaga gunoh bo'lmaydi. To'qirg'imu gunoh bo'lmaydi. Kesalgimu gunoh bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Allah ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimiki o'zirsiz jihatdan bosh tortadi ekan, Allah uni dunyoda xo'rliq bilan
oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Allah müminlerden haqiqatan razı bo'ldi. Ey Muhammed, öz vaqtida ular Hüdeybiyede daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Allah ularga ular bay'at qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fatih qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l selishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fatihi qilinishi, masjidi haramga kirish mu'minlarga nishon bo'lib qilishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shundoq qildi. Allah yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ladiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fatih qilinishini sizlarga muyassar qildi. Allah her narsiga qodirdir. Agar kafirlar sizlar bilan Hüdeybiyede urushsa, albatta orqasiga qarab qochatdi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu, ya'ni kafirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgiridan tortib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan, ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Allah ularni sizlarga qo'l selishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hüdeybiyede sizlarni ularga qo'l selishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni masjidi haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mu'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasaydi. Albatta Allah Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmeti doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fatih qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mu'minlar kafirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydik. Kafirlar qiziqqanligini, jahiliyat davrining qiziqqanligini dillariga pukkan chaqda Allah payg'ambariga va mu'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mu'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Allah har narsani bilguchidir. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobilaring Xudo xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirisizlar. Allah sulhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alabini, ya'ni Xaybarning fatihisini muyassar qildi. Allah haq dinni butun dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir.
ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan, ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ani shular ularning Tavratdagi süpütüdür. Ularning İncildagi süpütü bolsa, ular şax chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'ri turgan, buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish, kufarlarni xop qilish uchundir. Allah ularning ishidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Hujurat 18 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey müminler, sizler Allah'ның ve Allah'ның peygamberining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey müminler, Rasulullahga söz qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan to'lab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarga to'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar, o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubhisizki Rasulullahning yinida pes ovozda gap qilganlarning dillarini Allah taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishidi. Shubhisizki seni hujurlar, ya'ni pak ayollaringning turalg'u joylari orqasidan to'laydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular savr qilib turishsa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliginglar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ishinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqini, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ani shular Allohning fazli va nimmati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'uchi toki Allohning hukmiga qaytqanga qadar, ya'ni tajovuzini to'xtatqanga qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Allah haqiqatan odillarni do'st tutadi. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urush qolsa, qarindoshlaringlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, bir qavm yana bir qavmni, ya'ni bir jama yana bir jamani
bir odam yana bir odamni masxir qilmasin. Masxir qilingan qavm Allohning nazarida masxir qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmu o'zaro masxir qilishmasin. Masxir qilinguvchi ayollar Allohning dargohida masxir qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin fisqi bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar? Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allah tavba qilguvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatlik hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir. Hammadan xabardordir. A'robilar iymon etdik deydi. Ularga aytqinki, texi iymon etmadinglar va lekin sizlar bo'ysunduq danglar. Iymon texi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Allah sizlarning amallaringlardan hech narsani kamaytib etmaydi. Allah haqiqatan mu'minlarga nihoyat mag'firat qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonida shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ani shular iymon davosida rostchillardir. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar? Halbuki Allah osmonlardagini va zimindagini bilib turdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliklaringizni minnat qilmanglar, balki Allah sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar degin. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'ayibni bilib turdi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Qaf 45 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qaf. Sharaflik Qur'on bilan qasam qilaman. Balki ular, ya'ni mushriklar o'z ichidan ularga bir ogohlantiruvchi kelganligidan ajablandi. Kofirlar aytdi: "Bu qiziq ishdir. Biz o'lib, to'pi bo'lib ketgandan keyin tirilib, ilgiriki holatimizga qaytamdik. Bunda qaytish aqldan jiroqdir." Ularni zaminning kemaytganidan, ya'ni ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz.
bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuzda bor. Balki ular bo'lsa, o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymiqan holatidir. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qanday yo'chuq yo'qligiga qaramamdu. Yer yuzini to'g'risiga va uzunisiga so'zib keng yaratdik. Yer yuzida uning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Allohga qaytquchi har bir bandiga Allohning qudratini ko'rsatish uchun va Allohning ulug'ligini aslatish uchun shundoq qildik. Ko'kdan, bulutdan muborak suvni tushirdik. Uning bilan bog'larni va ochliqlarni, egiz o'sgan, mevalari sanjaq bo'lib ketgan xormalarni o'stirdik. Ularning hammasini bandilarning rizqi uchun o'stirdik. U suv bilan o'lik, ya'ni qoqos zaminni tirildirdik. O'liklarning tirilishimi shuningga o'xshashdir. Ulardan ilgari payg'ambarlarini inkor qilganlar Nuhning qavmi, Ras aholisi, Samud qavmi, Od qavmi, Firavun, Lutning qarindoshlari, Ayka aholisi, ya'ni Shuayb qavmi, Tubba qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarini inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishli bo'ldi. İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'ashqa, o'lgandan keyin tirildirishdimi ojizlik qilmaymiz. Ular yangidan yaratilishqa, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarta gumondadir. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomirdanmi yaqinmiz. İnsanning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanning so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'zitib turadi. Ölümning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. Sur chelinadi. Ani shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. Har inson mahshargohga keladi. Uning bilan uni mahshargohga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguchi ikki farishta birga keladi. Uningga: "Ey inson, dunyodagi chig'ingda bu og'ir kundan g'aflatda eding. Amdi pardangni sendan ko'tirvatdik. Bugun ko'zing o'tkirdir" deyiladi. Uningga muakkal farishta: "Mana bu nomi amal, oldimda tayyordir" deydi. Allohu taolo ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguchi har bir kofirni dozoqqa tashlanglar. Uni qattiq azobga tashlanglar deydi. Uning hamroyi bo'lgan shayton: "Parvardigorimiz, men uni ozdurmadim, lekin u o'z ixtiyori bilan cho'nqur gumrohlikda bo'ldi" deydi. Alloh: "Mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozir foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandilarga zulm qilguvchi emasman" deydi.
u kunda biz jahannamga toshdingmi deymiz. Jahannam yana bormi deydi. Jannat taqvodorlarga jiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrini saqlag'uchi har bir banda uchundir. Kimiki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilg'uchi qalb bilan kelsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qilish kunidir deyiladi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kufarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchlik bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasihatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasihat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytqin. Hamd aytqin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytqin. Nido qilg'uchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solg'in. Ular haqni elib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qitimliq surni anglagan kun. Ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxiri boradigan joy bizning dargohimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlaridan tez chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kufarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin. Avlod ovozliq asarlari. Sura Zariyat 60 oyat. Makkadan nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tuproqni so'rg'uchi shamollar bilan qasamki, yomg'irlarning eg'irligini ko'targuchi bulutlar bilan qasamki, suv ustida yenik mang'uchi kemilar bilan qasamki, ishni, ya'ni bandalar orasida rizqlarni, yurtlar orasida yomg'irlarni taqsim qilg'uchi farishtalar bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Allohu taolaning ilmi azalisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etiladi. Kazzoblarga la'nat bo'lsunki, ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatdadir. Ular Rasulullohdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. U bo'lsa,
ular dozaqda azaplanadigan kundir. Dozaqqa muakkal farishtalar ularga sizlarga qilinadigan azobni tetanglar. Mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda aldiratgan narsadir deydi. Shubhisizki taqvodorlar jannatlarda va eqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ular Parvardigori ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. Ular kechsi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigordan mag'firat tilaydi. Ularning pul mollarida soillar va ishbatligidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquqi ega edi. Ya'ni ular soillarga va muhtojlarga sadiq qiladi. Ziminda va o'zanglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. Osmonning va ziminning Parvardigori bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lgunidek haqdir. Ey Muhammad, sana İbrahimning hurmatlik mehmonlarining xabari yetdimi? O'z vaqtida ular İbrahimning yeniga kirib salom dedi. İbrahim salamni ilik aldı. İçide natunish odamlargu dedi. Şunun bilan u asta oilasiga chiqib pishirilgan bir semiz mo'zayni ilib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar?" dedi. Ularning tamoq yemaganligini ko'rib, dilida ulardan qo'rqdi. Ular, "Qo'rqmagin, biz Parvardigoringning elchilarimiz" dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan xush xabar berdi. İbrahimning ayoli suran selib kelib, ajablanganligidan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'man?" dedi. Ular, "Parvardigoring shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir" dedi. Avlod ovozliq asarlari.